kesish darsimizniki birinchi kunlik. Bugun bo'lsa kursantlarga YouTube chat kesishni o'rgatdik. Chat kesish darsini biz 10 kundan o'rlashtirdik. 10 kunda 10 xil chat fasını o'rgansizlar. Endi bugun birinchi kunlikka YouTube chat kesish fasını o'rgatdik Allah. Bolalar, bugun chat kesish darsida tushunmagan nuqtalar bormi? Yo'q. Yana deyken Çaşninki en mühim noktası bildim ona. Çaş kesitke qiyin noktalar tushundim ona. Tushundim. Vallahi biz muşta muntazam holatda sistemli o'timiz. Yana muşta muntazam sistemli holatda çaş kesish texnikamni, budra texnikamni, zavushin texnikamni, ram texnikamni yuqori ko'tarma deydiganlar bo'lib topqansanglar, aloqalasanglar. Biz kursantlarga muşta muntazam holatda nazariya, amaliyot birlashtirib, qo'l tutib amaliy yurtimiz. Endi chashni bir ko'rib chiqinglar. Ders qanday bo'ldi bolalar? Bek yaxshi bo'ldi. Tushunmagan nuqtalar bormi? Yo'q. Muntazam kesib o'rganmoqchi bo'lsanglar, aloqalasanglar, o'yindan telefon 133 99 780 745 undar qech orqali aloqalasanglar bo'ldi.